hoji ham biladi Sastenamni, hozirgi Sastenamni. Sardorni, endi Sardor biladimi bilmayman. Ukalari biladi meni Sastenamni. Behisob. Behisob, Allohimga behisob shukr. Shuning uchun menga karollik, menga bir balolik hech qachon kerak emas. Hech qachon. Meni qonim to'q. Agar och bo'lganimda kerak edi menga. Men qonim och bo'lganda menga kerak edi. Meni qonim to'q. Men 6 yildan beri mana shu yerda yuribman. Sardorga ham rahmat. Meni ozmi ko'pmi qo'lladi, u ham paddeshka qildi. Yo'q demadi, qo'lini cho'zdi. Unga yordam kerak bo'lgan paytda men ham qo'limni cho'zdim. Bizni bir-birimizni o'rtamizda haqqimiz qolmadi degan umiddaman. Bir-birimizni o'rtamizda haqqimiz qolmadi. U ham yordam qildi, men ham yordam qildim. Shunday. Menga karollik, bir narsalik umuman kerak emas. Mana Xudoga qasam ichib aytaman, men unaqa to'g'risida o'ylamayman. Hech qachon. Mana efirimda 4000, 4500, 3500 odam o'tirdi. Kim padarki urdi menga? 3 dona odam urdi. 3 dona, 4 dona odam urdi. Mana mashta o'tiribdi, Sulton akam urdi, Muslim akam urdi. Karollik kerak emas. Bizga karollik og'ir. Mana Lenkaragis akam ham shu yerdan mana. Karollik og'ir bizga. Biz bir chekkalarda indamay yuramiz. Bizga hech narsa kerak emas. Hech balo kerak emas. Spokойный o'zimizni yo'limizda yuramiz. Shuning uchun kimdirlar Sardor ketsa o'rniga Aziz bo'ladi desa, endi kimdirlarga og'ir botadi-da. Og'ir botadi. Lekin Xudo bersa, Sardor turgan paytda ham menga beradi. Ishonaveringlar. Sardor mashta turgan paytda ham Xudo bersa beraveradi. Xudo bermasa Sardor qamalib ketami, qamoqdan chiqib ketami, aytda yurami, u bo'lami, u bermaydi. Shuni eslangdan chiqarmaydi. Hech qachon bermaydi. Hech qachon. Hozir Xudoyim beramasa Sardorni nolga tushiradi. Mendan olamansa meni nolga tushiradi. Bu Xudoyim ishi. Sizlar bilan biz hal qilolmaymiz. Sizlar bilan biz hech qachon hal qilolmaymiz buni. Xudoyimning nazari tushgan ekan, Sardorni xalqqa yuzini issiq qilibdi. Xudoyimdan so'ray